O'zbekistonda endi kvarplatadan qarzi borlar uchun svetga to'lov qilish cheklanadi. 2026-yilning 1-iyul sanasidan boshlab turar joy mulkdorlari ko'p kvartirali uyning bank hisob varag'iga majburiy to'lov, ya'ni kvarplata oyning 15-sanasiga qadar amalga oshirilishi lozim. Agar bunday qilinmasa, elektr energiyasi uchun to'lovlarni qabul qilish kvarplata qarzdorligi to'liq qoplanguncha to'xtatib qo'yiladi. Bu prezidentning 5-fevraldagi ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini takomillashtirishga oid qarorida belgilab qo'yilgan. Hujjatga ko'ra, mulkdor tomonidan majburiy to'lovlar kechiktirilgan har bir kun uchun to'lov summasidan penya hisoblanadi. Bunda yuridik shaxslar uchun kuniga 0.4%, jismoniy shaxslar uchun esa 0.1% penya yoziladi. Biroq bunda penya miqdori har bir oy uchun kechiktirilgan to'lov summasining 50% dan oshib ketmasligi belgilangan. Hisoblangan penya mablag'lari teng ulushlarda ko'p kvartirali uyning bank hisob varag'iga hamda mening uyim tizimini saqlash xarajatlarini qoplashga yo'naltiriladi. Majburiy to'lovlar faqat bank kartalari, elektron to'lov tizimlari yoki bank kassalari orqali amalga oshiriladi.